Assalomu alaykum obunachilar. Mana 2 dona to'g'li qo'ylarimiz keldi akalar. Mana ko'ringlar. Quloqlari o'ta shalpanlaridan keldi. Bitta kashtan, bitta sariq qo'yimiz keldi. Muhammad Ali polvonni qo'yi mana. Muhammad Ali ayvaq qo'yim. Ayvaqin, dangal ayvaqin. Mana akalar, ko'ringlar. Tozalardan boqaman degan ko'klarimiz keldi. Mana juda ulum baqa qarang. Judanchi baqa. Juda baqa. Mana akalar ko'ringlar. Manzil Namangan tuman Tepaxo'ron qishlog'ida akalar. Dumbo'shlari ham o'ta zo'rlaridan mana. Ayak qo'llari ham kelishgan haqiqat. Bolasini olib yuraman degan ko'kalarimizga keldi mana. Dumbo'shlarni ham ko'raman akalar. Qo'y narxi akasi ikkalasini bir joyda oldim degan ko'kalarimizga 3 million 200 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastlabkasi ekan. Vohalarga kelishamiz akalar. Ko'ringlar akalar, qo'yda haqiqat zo'rlardan boqaman degan ko'kalarimizga keldi mana. Mana akalar ko'ringlar. 3 million 200 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastlabkasi ekan. Mana akalar. Zo'rlardan boqaman degan ko'kalarimizga quloqlarni qarang, nash kashtanimizda tumshug'ida o'sgan bo'lsa kerak quloq. Qoch turdim, to'stirane deydi bor. Mana akalar. Like bosib, kommentariyaga obuna bo'lib, kommentariyaga otangga rahmat deb qo'llab-quvvatlab tursalar akalar, Xudo xolasa bundan ham zo'rlari chiqadi mana akalar. Vobshga bergan mana. Sariq qo'yimiz ham, to'shlarni ham qaranglar. Sarig'imiz mana Xudo xolasa bo'g'oz ekan. Buni kashtanimiz qochmay qolibdi. Shuni siqdi, qo'chqor qo'shib qo'yish kerak. Like bosib, otangga rahmat deb qo'llab-quvvatlab turasizlar, Xudo xolasa bundan ham yaxshilarni chiqarishga harakat qilib turamiz akalar mana. Muhammad Ali polvonning otasiga rahmat deganda, otasiga ming rahmat. Video jo'natgan kamchilar bo'lsa oldindan uzr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.